Az-zohir, uning mavjudligi oshkor, ochiq oydindir. U hamma narsadan zohir ustundir. Agar biz Alloh taolo az-zohir deb aytsak, u zotning oliyligi, g'olibligi va sha'nining yuksakligida barchadan ustundir deb tushunamiz. U zot komillikning barcha ma'nosida g'olibdir. Uning ilmi barcha narsani zohirda ham, botinda ham qamrab oluvchidir. U zot shu darajada zohirki, uning sifatlari orqali aqliy dalil bilan tushuniladi. Masalan, inson kitning qorniga tushganida 100% umidsizlikka tushib qoladi. Kit bir yeganda o'rtacha 4 tonnagacha ovqat yeydi. Inson esa 70-80 kilogramm oralig'ida bo'ladi. Yunus alayhissalomning kitning qornidagi zulumotda, dengizdagi zulumotda va tunning zulumotida yakka o'zlari qolganlarida Alloh az-zohir sifati bilan u zotning omonlikka chiqargan. Alloh taolo yana az-zohir sifati bilan barcha sir narsalarni oshkora qiluvchi zotdir. Bir kishi Ali raziyallohu anhudan Alloh qachon bor bo'lgan deganida, Ali raziyallohu anhu u zot o'zi qachon bo'lmaganki, sen shunday savol beryapsan. U zot doim zohir, ya'ni ko'rinib turgandir deb javob berdilar. Bir kishi qalb tabibi bo'lmish murshidga Allohga muhtoj bo'lmaysizmi degan edi. U Allohga qasamki yo'q dedi. U kishi qanaqasiga degan edi. Murshid Alloh qachon ko'zdan g'oyib bo'lgan ediki, unga mushtoq bo'lsam. Axir u zot doim zohir-ku deb javob berdilar.